Trassada bir kun ketyapman, 300 tezlikda uzoqdan gayini palkasini, svetini ko'rdim. To'xtatibdi deb o'yladim, to'xtadim. Yo'l o'rtasida oldimga turib oldilar, chetga olmadi atskilikni voqma qotdilar. Men tushunmayapman nima bo'layotganini. Mendan oldin kimdir qochib ketgan ekan ulardan. O'shaning uchun men deb o'ylashgan to'xtatishyapti. Bo'ldi deb chetga o'tirdim, bitta kachuk odam oldiga keldi gayini. Bundoq qarasam, cho'ntagiga tiqib qo'yganlar-da, qo'lida ham videoda ko'rishingiz mumkin. Dokumenting qani, ni подчинение qo'ysan, hozir 1500 kun va shunaqa gaplar. Men o'qmadim, chetga olmay, hop deyman, ish qilib, shuni bitta chiqarib otib tashlamasinlar deyman-da. Bir payt endi tushuntirishga harakat qildim, men endi kelman, sizlardan qochmadim deyman. 1 minutlardan keyin cho'ntakdan bitta chiqaruvdilar ichidan. Guvohnoma olgandek bor. Voy! Kulib yubordim ichimdan lekin yo'q dokument tiqlaring ishtirofnomaga tiqtirib yubordim. Mototsiklchilar hayotida mana shunaqa qiziq prikol voqealar bo'lib turadi. O'shalardan bittasi bilan ulashsam sizlarga. Yoqqan bo'lsa like bosing.